Assalomu alaykum. Strobaza. Bizda ajoyib bo'lgan samakileshi abolarimiz yangiligi yetib keldi. Ko'rishinglar mumkin. Qanaqa putaqlilari kelgan, xudo xolasa. Bugungi videoda sizlarga buni g'ishli abolarimiz, keyin o'zimizdagi qanaqa ichanka aboy, undan tashqari gladka abolarimizni ham birma-bir ukam bilan obzor qilib beramiz. Xudo xolasa narxlari bilan oxirigacha ko'ringlar. Videoga like, podpiska bosishni unutmanglar do'stlar. Xudo xolasa bugungi videoni ham boshlab oldik. Ukajonim yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Kuniga 5 mahal ko'rishamiz, sen bilan joli ekanda. Uka, bizga yangi kelgan shu samakileshi aboylarimizni narxlari, razmerlari bilan tanishtirib o'tsangiz aziz obunachilarni. Narxlari 42 ming so'mdan sotardik, adashmasam. Adashmasam shunaqa. 42 mingdan edi. Nimaga adashasan? Albatta hazır. 42 ming so'mdan 1 kvadratda. Xudo xohlasa narxini yana kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Necha pul qilib beramiz? Videoda oxirida aytib o'taylik. Bo'laveradi. Iloji Hop, birinchi olib obzorini boshlasak. Balandligi 1 metr bo'ladi. 1 metr. Rulonligi uzun mana shunday 5 metr. 5 kvadrat tashkil qiladi. O'xshi doimgida 5 kvadrat. O'zgarmagan akalar. Mana ranglarini ko'rsanglar bo'laveradi. Mana shunday yangi ranglari bor. Mana shunday putali, juda ham chiroyli turadi uyga. Chantasini ochib ko'rsataylik. Ochib ko'rsatinglar. Ko'rsatib beray. Bular hamma bilgandek samakileykalik bo'ladi. Hamda uyda issiqlik tushadi. Issiq sovuq izolyatsiya, Albatta. orqasida folgasi bo'ladi chunki. Mashina ham bo'ladi. Chiqarib ekan. Kilayini chiqarib ko'rsatib berasan. Qo'liga ushlab tasang. Kilay o'ta mo'shni i live hakam bor, ukam uni ham o'zi aytib o'tadi. Xudo xolasa oxirida masalan aytib o'taman mana. Ko'rishlar mumkin. Ushlamagan orqasidan ko'rsatib beraylik. Qo'ying yerga ana. Tushib ketib qoldi. Ishlar solmaydi, bo'p turadi. O'zi bu og'ir narsa. Bir taromidan ushlab bu mana qattiqroq yopishtiraylik. Mana. Bir kun turaveradi odamni qo'lida. Mana. Ko'rishlar mumkin, xudo xolasa. Live hackda ham shu joyda aytib o'tmasang bo'lmaydi shekilli aziz obunachilarga. Albatta. Aytib o'tib ketaman unda. Uyingizga shu samakileykali aboylarimizni yopishtiryapsiz, oldingiz. Hop. Live hackimiz nimadan iborat? Uyingizga bitta gruntovka berib yuborasiz devorga. Cho'tki qilib turib bir 2 so'lmasi 2 martalab, 1 martalab, 1 marta ham yetadi. Bitta olasiz, salafanni bitta olib turib, bitta yopishtirasiz bo'ldi. Gruntovka berib yuboramiz. Gruntovka berib turib. Bitta yopishtiramiz bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Uylar buzilguncha turaveradi. Oddiy aboydan farqi shunda. Ustani puli cho'ntaglarda qoladi. Keyin bu aboyimiz ko'rdinglar hozir, qalin bo'ladi. Shumizalasiya ham qiladi. Oddiy aboy, oddiy daftarda varog'iga o'xshaydi yoki daftarda nimasiga o'xshaydi? Boshidagi obloshkasiga. Undan anchagina qalin bo'ladi. Narxni ham aytib o'tib ketadigan bo'lsa, 1 kvadrati 40 ming so'mdan. 1 kvadrat 40 ming so'm. 1 kvadrat 40 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilib ketish mumkin. Aziz obunachilar, bu aboylarimiz o'zingizlar bilasizlar, paytida 45 ming, 50 ming, 48 ming so'mdan ham sotilgan. Yaqinda ham 42 ming so'm edi. Sizlar uchun faqatgina 40 ming so'mdan berib yuboryapmiz. Agar kelib bu yerda xarid qiladigan bo'lsanglar, bundan ham kamini qilib berishimiz mumkin, xudo xolasa. Ulgurib qolinglar. Bir donasidan 2 ming so'mdan tushdi degani, bu degani bitta aboydan 10 ming so'm tushdi degani. Chunki bittasi 5 kvadrat bo'ladi. 5 ikkiga ko'paytirsanglar 10 ming so'm. Bu anchagina katta narx. Kelib bemalol skidkamizdan foydalanib olsanglar bo'laveradi. Endi bu yerda keyingi aboyimiz gladka aboylarimiz. Gladki deb gaplashamiz. Kichkinalarni ham bor. Kichkina joylarga yetmay qolsa, kichkina rulonni qilib qo'yganmiz. Hop. Bularda balandligi 95 sm bo'ladi. 95 bo'lar ekan. Katta rulonida uzunligi 20 metr bo'ladi. 20 metr. 19 kvadratda tashkil qiladi. Kichkinasi adashmasam 2,5 kvadrat tashkil qiladi bunisi. 2,5 kvadrat. 12 kvadratligi ham bor ekan. Bu yerda yana o'rtachasi bu. Bu yerda kattasi bor. Kattalari bor ekan. Bu yerda Fatos 3D aboy olib ketibdi. Kechagi kuni yangi furamiz kelganda. Joy yetmay qolganda shu yoqqa tushirib qo'yibdi. Juda ham tez ketib qolyapti. Bitta skidga qilsak bo'ldi, uyab ketib qolyapti hammasi. Bu shunaqa. Kelib bemalol ulgurib olsanglar bo'laveradi. Buni narxini aytib qo'yib bo'ladi. Narxi 38 ming so'm. 1 kvadrat, 1 kvadrat 38 ming so'm. Buni ham orqasida samakileykasi bo'ladi. Har doim men aytib o'tib ketgan life hack. Bitta gruntovka berib turib yopishtirib olasizlar buni ham. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, albatta. Buni ham hilidan muammo yo'q. 10 ga yaqin aspektlari bor.
Bunikida ozgina kamroq, ichankiga keladigan bo'lsa 50 ga nasib etkazib bor kelib. Ichankiga ham bir qator qaytarib o'tib ketamiz. Biz omborda ikki xili bor. Aha. Samakilaykali bo'ladi albatta. Orqasi falgali va bez falgalisi bo'ladi. Naryada ko'rib turayotganinglar bez falgali va bu yerda falgalilari. Falgalilari albatta. Hop. Bemalol bularni ham bez falgaligini 45 ming so'mdan, falgaligini 50 ming so'mdan xarid qilishinglar mumkin. Razmerni ham aytib o'tib ketaman. Aha. Bu rulonda bo'lmaydi, to'rtburchak bo'ladi. To'rtburchak bo'lagani. Hop, 0.72 72 sm, 72 sm bo'ladi. Yarim bo'lagani bittasi. Bir donasi, ha, bitta listda mana shunday to'rtburchak list. Pachkada necha donali bo'ladi, nechta list? Har xil bo'ladi. Masalan, bunda 35 ta deb qo'yibdi. Ba'zilarda 40 ta bo'ladi. Xullas shunaqa kvadratatsiya chiqarib bera olamiz. Xudo xolasa. O'rtacha standart 40 ta list bo'ladi. 20 kvadrat tashkil qiladi bitta rulonda. 20 kvadrat tashkil qilgan 45 ming 50 ming so'm. Falgaliga 50 ming so'm ekan. Xuddi shu ko'rib turgan mahsulotlarimizni ko'rishinglar mumkin. Xilida muammo yo'q. Zavoddan keyingi o'rinda turuvchi O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan Stroy baza nomer 1dan kelib bemalol xarid qilsalar bo'laveradi. Narxlari ham juda ham arzon. Keyin sotuvchi, quruvchi akalar bilan ham ishlaymiz albatta. Faqatgina do'kondor yoki oddiy xaridorlar bilan emas, kelib bemalol xarid qilib xohlagan nimalarni olib kelsalar bo'lardi. Ikkiga ukam aytib o'tadi. Naqd puldan tashqari yana qanaqa to'lov shaklida xarid qilsa bo'ladi aziz obunachilarimiz? Hop. Halolnoddiy to'lovga ham xarid qilsa bo'ladi. Mana shunday. Qanchadan qanchagacha? Hop. 3 oydan 24 oygacha bemalol foizsiz halolnoddiy to'lov. Bizdan nima kerak bo'ladi? Bitta plastik karta va pasport kerak bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Eshitdinglar akalar, kelib xarid qilsalar bo'laveradi. Ukam o'zi kutib oladi, xudo xolasa. Stroy baza nomer 1da 90lik 141 43 43 raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol xarid qilsalar bo'laveradi. Ushbu cheklanmagan bo'ylarimizni bozordan arzon narxlarda, xudo xolasa kutib olamiz. Kelinglar, sog' salomat bo'linglar akalar.